Agar siz ko'p mango yesangiz, jigarda yog' to'planadi. Agar papaya yesangiz, jigar tozalanadi. Agar siz ko'p shirin gazirovkalar ichsangiz, jigarga yuk bo'ladi. Agarda olma yesangiz, jigar tozalanadi. Agar siz ko'p banan yesangiz, insulin ko'tarilib, ortiqcha yog' olishingiz mumkin. Agarda limonli suv ichsangiz, jigar salomatligi yaxshilanadi. Agar siz ko'p uzum yesangiz, uning tarkibidagi shakar organizmga nagruzka bo'ladi. Agar ko'proq tarvuz yesangiz, jigar soviydi va yengillashadi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling. Yosharmoqchi bo'lsangiz, o'rmon mevalarini yeng, qarimoqchi bo'lsangiz, shakarli pishiriqlar. Yosh ko'rinaman desangiz, lassos yeng, qari ko'rinaman desangiz, fast foodlar. Yosharmoqchi bo'lsangiz, limonli suv iching, qarimoqchi bo'lsangiz, energetiklar. Yosharmoqchi bo'lsangiz, brokkoli yeng, qarimoqchi bo'lsangiz, oq non. Yosh ko'rinaman desangiz, qora shokolad yeng, qari ko'rinaman desangiz, sutli shokolad. Har doim yosh ko'rinishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling. Avokado yuzni yoshartiradi. Margarin yuzni qaritadi. Ko'k choy yuzni yoshartiradi. Energetiklar esa yuzni qaritadi. Sabzi yuzni yoshartiradi. Kartoshka fri yuzni qaritadi. Zaytun yog'i yuzni yoshartiradi. Semichka yog'i yuzni qaritadi. Agar menga obuna bo'lganingizda, bularni allaqachon bilgan bo'lardingiz. Yosharmoqchi bo'lsangiz, limon sharbati, qarimoqchi bo'lsangiz, soya sousi. Yosharmoqchi bo'lsangiz, tabiiy qora qahva, qarimoqchi bo'lsangiz, kremli qahva. Yosharmoqchi bo'lsangiz, pechda pishirilgan baliq, qarimoqchi bo'lsangiz, semichka yog'ida qovurilgan baliq. Yosharmoqchi bo'lsangiz, sabzavotli pyure, qarimoqchi bo'lsangiz, tayyor qadoqlangan pyure. Yosharmoqchi bo'lsangiz, qora shokolad, qarimoqchi bo'lsangiz, shirin ponchiklar. Doim yosharib yurishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling. Yosharmoqchi bo'lsangiz, ko'k choy iching, qarimoqchi bo'lsangiz, shakarli gazirovkalar. Yosharmoqchi bo'lsangiz, kivi yeng, qarimoqchi bo'lsangiz, ketchup va mayonez. Yosh ko'rinaman desangiz, zaytun yog'i, qari ko'rinaman desangiz, o'simlik yog'i. Yosharaman desangiz, chiya urug'i, qarimoqchi bo'lsangiz, sho'r sneklar. Yosharmoqchi bo'lsangiz, aloe sharbati, qarimoqchi bo'lsangiz, spirtli ichimliklar. Har doim yosh ko'rinishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling.